Ya, 16'da gelecek mi? Assalomu alaykum Chorva Uz kanali hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 30-mart 2025-yil. Bugun musulmon ahliga bugun katta bayram, Ro'za-i Ramazon hayit bayrami. Hozirgina to'g'rirog'i bir necha soat oldin hayit namozini ado qilib keldik. Inshaalloh o'qigan namozlarimizni, Ro'za-i Ramazonda qilgan, ro'za tutgan ibodatlarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Inshaalloh bugun hamma mo'min musulmonlar uyiga bugungi ro'za hayiti qut baraka, tinchlik, xotirjamlik, qut baraka olib kelsin. Hammamizni o'ylagan maqsadlarga, ezgu maqsadlarga doim o'zi yetkazsin deyman. Barchangizga bugungi ro'za-i Ramazon hayit ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kanalda kuzatishda davom edinglar. Yana bir bor hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.